Tuygularni boshqara olmaydigan erkak bu erkin inson emas. U qul. Qattiq eshitilyaptimi? Lekin haqiqat shu. Siz yo o'z hislaringizni boshqarasiz, yoki ular sizni boshqaradi. Tarixga qarang. Buyuk imperiyalar va taqdirlar bir lahzalik gazab tufayli qulagan. Jahl ustida aytilgan bir ogiz so'z, birgina noto'g'ri harakat va inson butun umrini qamoqda yoki afsusda o'tkazadi. Yoki munosib bo'lmagan ayolni sevib qolib, hayotini dozaxga aylantiradi. To'xtovsiz siqilish, depressiya. Bularning barchasi emotsional zaiflik belgisidir. Tasavvur qiling, siz kemadasiz. Rulda esa mast kapitan o'tiribdi. Sizning hayot kemangiz qoyaga urilishi aniq. Xo'sh, boshqaruvni qanday qaytarib olamiz? Savol: qanday qilib temirdek mustahkam asabga ega bo'lish mumkin? Javob ham oddiy, ham qiyin. Oddiy haqiqat shundaki, ratsional fikrlash va emotsional fikrlash bir vaqtda mavjud bo'la olmaydi. Bu xuddi taroziga o'xshaydi. Hissiyot ko'tarilganda aql avtomatik ravishda ochadi. Siz yo miyangiz bilan o'ylaysiz, yoki yuragingiz bilan. Uchinchi yo'l yo'q. Jangchi bo'lishning birinchi qoidasi dushmanni tanish. Sizning dushmaningiz tashqarida emas, ichkarida. Jahl kelganda qon qaynaydi, miya kislorodsiz qoladi. Siz hayvonga aylanasiz. Afsuski, ko'pchilik erkaklar shu hayvoniy instinktlar qurboni bo'lishadi. Lekin biz aqlli mavjudotmiz. Bizda prefrontal korteks bor, bu bizning tormozimiz. Miyangiz qanchalik kuchli bo'lsa, tormozingiz shunchalik yaxshi ishlaydi. Analitik qobiliyat bu shunchaki bilim emas, bu mushak. Xo'sh, bu mushakni qanday chiniqtiramiz? Har bir vaziyatni tahlil qiling. Gazab keldimi? To'xtang va o'zingizdan so'rang, bu his menga foyda beradimi? Mantiqni ishga solishingiz bilan emotsiya kuchi yo'qoladi. Bu qonun. Shaxmat o'yinchisini ko'rganmisiz? U hissiyotga berilmaydi, u faqat yurishni hisoblaydi. Hayot ham shaxmat. Hissiyotga berilganlar piyoda, mantiq bilan o'ynaganlar qirol. Siz o'zingizda analitik qobiliyatni rivojlantirsangiz, hislar sizga ta'sir qilmay qo'yadi. Siz sovuqqon, o'ziga ishongan va eng muhimi, erkin insonga aylanasiz. Jamiyatning bir qismi bo'ling, lekin quli bo'lmang. Mantiqiy fikrlash ustida hali ko'p ishlaymiz. Agar siz Mr. Logit jamoasida bo'lsangiz, izohlarda mantiq so'zini qoldiring. Miyangizni charxlang. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.